Assalomu alaykum avtomobil ishqibozlari va bizni sodiq kuzatuvchilarimiz. Bugun Malibu 2 avtomashinasini olib qolganmiz, hadovoylarni yumshoq qilib berishga. Sizlar oldindan bitta like bilan podpiskani bosib turinglar. Men sizlarga yumshoq qilish jarayonida nima ishlar qilyapti turganimizni ko'rsatib o'taman. Xullas, balkalarni yechib olganmiz. Balkalarda to'rtta bunaqa tekstalitdan bo'lgan vtulkalari bo'ladi, mana. To'lovini ham chiqarib tashlab, ichi to'la quymali rezinkalidan qoqib ustanovka qildik. Xo'p, buni sharovoylari ketib qolgan edi. Birato'la sharovoy bilsalaring, richay bilan komplekt bo'ladi. Komplekt ikkala tomoniga ham jem richaylardan qo'yib berdik. Xo'p, amortizatorlarni yechib olib tashlaganmiz. O'zimizda uslinni yumshoq qilib, kaptiva peridelka qilingan amortizatorlarda ustanovka qilib bo'ldik. Xo'p, arqa tomonida ham ikkita amortizatorni kaptiva peridelka qilamiz. Tepasidagi stakanchikni almashtiramiz, qilich vtulkalarni almashtiramiz. Xudo xolasa mashinamiz shu bilan yumshoq bo'lib qoladi. Mashinamizning probegi lekin hozir yonmadi-ku. 150 ming yurib qo'ygan. Xudo xolasa mashinamiz yangi zavoddan chiqqandagi darajaga olib borishga harakat qilamiz akalar. Malibu 2larning bo'lsa olib kelinglar, chiroyli qilib hadovoy chastlarni yumshoq qilib beramiz. Lekin like bosib, podpiska bosish esdan chiqmasin.